Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Hozir biz ko'chma basseyn o'rnatish bilan shug'ullanyapmiz. Baxtiyorjon, bu basseyn o'rnatishga asosiy ahamiyatda nimaga e'tibor qaratish kerak? Asosiy ahamiyat birinchi o'rinda tagini yaxshi qilib olish kerak. Chunki kichkina tosh ham keyinchalik teshishi ehtimoli juda katta bo'ladi. Keyin oson yig'ilishi uchun kitobchasiga mana harflarni tubalarga belgilab qo'yilgan harflar bilan yozib chizib qo'yilgan. Mana shunga e'tibor berib, shu orqali osongina terib olsa bo'ladi. Shu. Hurmatli obunachilar, Baxtiyor bu basseyn haqida qisqacha bir texnik ma'lumot bermoqchiman. Tushuntirib o'tmoqchiman. Ma'lumot berib o'tmoqchiman. Mana bu narsa nimaga ko'pchilik tushunmas ekan. Basseynni mana bunaqa suv ketadigan dipka tomonini pastlik tomonga qo'yiladi, agrot tomonga. Va orqa tomondan ochiladigan joyi bor, ochiladi birinchi. Keyin bu yoqdan suv ochilib, mana bu narsa orqa tomondan suqiladi. Shu yoqdan ko'rib turasizmi aka? Mana. Suqilgan holda burab qotirib qo'yiladi va bunga shlanka ulanib, agrotni xohlagan tomon bemalol sug'orish mumkin. Suvni u oqmagan holda mana bunaqa yo'lda foydalansa ham bo'ladi.